Diqqat aholiga xushxabar. Prezident farmoniga muvofiq oylik maoshlar oshirildi. Qanchaga oshganini video davomida bilib olasiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizga kuch-quvvat, baxt olib keling. Tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz. Bugun sinab ko'ring, natijani o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim 5 kunda natija. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Diqqat qiling, 1-sentyabrdan maktab va bog'cha rahbarlarining maoshi oshadi. Prezident farmoniga ko'ra 2025-yil 1-sentyabrdan maktab direktorlari oylik maoshi 20% ga ko'tariladi. Direktor o'rinbosarlariniki esa 15% ga oshiriladi. Kategoriyasi yuqori bo'lgan bog'cha direktorlari maoshi maktab direktorlari o'rinbosarlari darajasiga tenglashtiriladi, deyiladi xabarda.